Salom Salban Timur. Bugun meni qo'limda $8000 turadigan notebook va bu notebook men obzor qilgan kompyuterlar orasida eng qimmati. Bu korobkani ichida Asus ROG Zephyrus Duo do'stlar, ikkita displey bilan va Nvidia GeForce RTX 5090 for laptop videokartasi bilan. Bu videokarta Blackwell arxitekturasida qurilgan bo'lib, u yangicha DLSS 4.5 texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Va shuning natijasida sun'iy intellekt yordami bilan bitta kartinkadan yana 5 ta kartinka chiziladi va shuning hisobiga kuch hamda FPS oshadi. Aytgancha, mana shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, balkim siz 007 o'yinini yutib ketishingiz mumkin. Asus ROG Republic of Gamers ki уже 20 yil bo'libdi do'stlar. 20 yil innovatsiya. Bu juda ham katta so'roq hisoblanadi. Nima deb o'ylaysiz? Bu notebook kim uchun? Meni o'ylashim bo'yicha har kungi kundalik hayotda ishlatadigan odam uchun emas. Bu haqqoniy professional uchun ishlab chiqarilgan kompyuter do'stlar. Va bugun bu kompyuter aynan kim uchun o'ylab topilganligini bilib olamiz. Endi kelinglar raspakovka qilamiz. Oppa! Eng yoqadigan joyi. Tak. Mana notebookimizni o'zi og'ir ekan, lekin вообще konkret. Buchi. Bo'ldi, bu korobkasida boshqa hech nima yo'q. Buni chetga olib turamiz. Do'stlar, пожалуйста. Mana o'sha notebook korobkasini qaranglar. Qanaqa? ROG Zephyrus. Gapirish mumkin emas, kelinglar, mana buni ochib ko'ramiz. Hop, bu yerda pitaniyamiz, blok pitaniya, mana qarang, kattaligini. Bu yerda ham logotip turibdi. Okay. Va bo'ldi. Tushunarli. Asosiy joyimiz notebookimizni o'zi. Qani, tayyormi hamma? Mana bu yerda bir bolasi bor ekan. Bu podstavkasi bu. Qarang. Mana bu yerda ko'rsatilgan. Tagiga qo'ysa bo'ladi, podstavka qilib. Hozir tekshirib ko'ramiz-da. Tak, ilmoqchasi bor notebookimizni. Bunda olamiz. Mana, oho, normalni og'irgina ekan do'stlar. Qani, bu yerda nima? Bu yerda ham bir narsa bo'lishi kerak bo'lgan, lekin tushib qolganmi? No, okey, tushunarli. Notebookimizni o'zini ochamiz. Oppana. Qani? Dizayn keladigan bo'lsak, men nimaga bu notebook bu darajada og'ir desam, buni mana masalan qarang. Mana bu orqa tarafi plastikdan emas, alyuminiydan qilingan. Pastki tarafi klaviaturasidan tashqari bu yeri ham alyuminiydan qilingan, do'stlar. Orqa tarafda mana bunaqa uzunchoq svetodiodniy liniyasi bor. Bu ham notebookka o'ziga xoslikni berib turibdi masalan. To'liq korpus alyuminiydan qilingan, lekin klaviatura qismi plastikdan qilingan do'stlar va usti mat qoplam bilan qoplangan. Sizning barmoq izlaringiz qolib ketmasligi uchun. Kompyuterning og'irligi esa 282 kilogramm ekan do'stlar. Endi bu kompyuter nima qila olishini siz bilganingizdan keyin, mayli, men og'irligiga qarab o'tirmayman deysiz. Portlarimizga keladigan bo'lsak, bu yerda asosiysi pitaniya, mana undan keyin HDMI, yana bitta monitor ulashingiz mumkin, keyin USB-A, bitta Thunderbolt va 3.5 mm jack naushnik ulashingiz uchun. Endi o'ng tarafiga kelamiz. Bu yerda pitaniya knopkasi, SD kartochka, именно fotograf, videograflar uchun prosta ultimate решение. Undan keyin yana bitta USB-A va yana bitta Thunderbolt. Bu tarafida nima qolib ketdi desangiz agar, bu yerda klaviaturamizni включение-выключениesi bor va klaviaturamizni pitaniyasi bor bu yerda USB Type-C bilan. Mana shunaqa notebook. Bu narsani aytish esimdan chiqib ketdi. Buning klaviaturasida maxsus ranglari o'zgaradigan podsvetkasi ham bor. Endi eng qiziq joyi do'stlar. Mana bu kompyuterimizni bu eng oddiy holati. Buning nomi laptop mode deyiladi. Oddiy notebookdek ishlatasiz. Masalan, joyingiz qisqaroq bo'lib qolsa, to'g'ri, mana shunaqa oddiy notebook qilib ishlatishingiz mumkin, to'g'rimi? Va shu holatda buning mana bu беспроводной klaviaturasi, mana yechiladi, ko'ryapsizmi? Zaryadka olib turadi. Endi qaranglar, $8000 kompyuter yana nimalar qila oladi? Mana bu klaviaturasini biz bundoq yechamiz. Tak, yechdik. Ana endi buni orqasida maxsus oyoqchasi bor. Bu oyoqchasini biz bundoq turg'izamiz. Mana masalan, men bundoq qo'yaman va mana bu klaviaturasini mana bu pastiga bundoq qo'yadigan bo'lsam, bunda endi ikkita mana shunaqa display bor.
Buning nomi Dual Screen Mode. Bu yerda ekranning prostranstvasi 2 barobarga oshib va umumiy diagonali 21 dyuymga yetadi. Notebookdagi bunaqa rejim montajyorlarga juda ham to'g'ri keladi. Nega? Chunki bitta displeyda montaj qilsa, timeline chiqarib qo'ysa, ikkinchi displeyga esa DaVinci ni chiqaradida va o'sha roliklarini bo'yab o'tiradi. Yokida bitta displeyda siz Wordda ishlab o'tiribsiz, ikkinchi displeyga podkast qo'yib qo'ygansiz. Endi 3-положение. Buning nomi Book Mode. Haqiqiy kitobdek turibdi-da, do'stlar. Bu yerda ekranlarimiz portretli rejimga o'tadi, ikkalasi ham bundoq baland bo'lib turadi va bunaqa rejim aynan programmistlar uchun mos keladi. Nega? Chunki ular yozayotgan kod to'liqligicha ko'rinib turadi-da, masalan, scroll qilishiga to'g'ri kelmaydi. 4-rejimimiz bu sharing mode, ya'ni men notebookni stolga mana shundoq yapaloq qilib yoyib qo'yishim mumkin. Hozirgi положениямыз 180 gradus bo'lsa, lekin buning sharniri maksimum 320 gradusgacha burila oladi. Va bunaqa holatda ekranlarini zerkali qildirsa bo'ladi va bu rejimda men bu tarafdan foydalanaman bu ekran bilan, u tarafdan bironta sherigim foydalanishi mumkin, chunki displey sensorli. Va nihoyat 5-rejim bu tent mode, ya'ni bizning notebookimiz obrazli holatga keladi. Men bu tarafdagi displeydan foydalanaman, u tarafdan esa meni sherigim foydalanishi mumkin va biz bir-birimiz nima qilayotganimizni ko'rmasligimiz ham mumkin, do'stlar. Mana shunaqa rejimlari ham bor. Bunaqa rejim savmestni o'yin o'ynash uchun juda ham mos keladi. ROG Zephyrus Duo'da ikkita 16 dyuymli OLED displey bor. Ikkalasi ham Nebula HDR display texnologiyasi bilan. OLED o'zi nima degani? Qora rang chinakam to'q qora bo'ladi. Qolgan ranglarni esa bu displey yuqori kontrastli va realistik tsvetoperedacha bilan berishga harakat qiladi. Har bir ekranning razresheniyasi 3K 2880 ga 1800 bo'ladi va 120 Hz yangilash tezligi ham bor. Shuning uchun o'yinda ham, scrolling qilganda ham hamma narsa juda silliq ko'rinadi. Javob berish vaqti esa 0.2 millisekund. Is qolmaydi deyarli. Yorug'ligi esa 1100 nitga yetadi. Ya'ni kun chiqib turgan paytida tashqarida o'tirsangiz ham ekraningizdagi ma'lumotlarni tiniq ko'rasiz. Men o'ylashim bo'yicha bu kompyuter nafaqat gamerlarni qiziqtirib qo'yadi, balki montajyorlarni, butun kreativ industriyadagi odamlarni, programmistlarni, hudojniklarni ham. Chunki bu notebook juda ham kuchli. Bu yerda 16 yadrolik Intel Core Ultra 9386H, 16 GB LPDDR5X operativka va 1 TB SSD turibdi. Undan tashqari bu yerda Nvidia GeForce RTX 5090 for laptop o'rnatilgan. Xotirasi esa 24 GB GDDR7. Va ushbu notebookning moshinasini tekshirish uchun biz bir nechta 3 o'yinlarda test o'tkazamiz, lekin undan oldin biz o'zimiz yoqtirgan, xalq suygan o'yinlarni ham bir tekshirib ko'rmoqchimiz. Xo'sh do'stlar, biz siz yaxshi ko'rgan CS2 o'yinini ham bu yerda ochdik. Hozir mana nastroyka izobrazeniyaga kirdik. Hamma narsasini yoqib, hamma narsasini maksimal darajada visokoyga qo'yib chiqdik do'stlar. Ana endi biz hozir mana Kartiz Masterskoyni ochamizda va o'ynab ko'ramiz. Qara necha FPS berar ekan. Do'stlar, CS2 bizga ko'rib turibsiz 315, ya'ni 300 FPS dan ko'proq FPS berib turibdi. Вообще ajoyib. Xo'sh do'stlar, keyingi meni yaxshi ko'rgan o'yinim bu BMG Drive Real avariya simulyatorlari. Bu o'yinni men topib olganimga ancha yillar bo'lgan. O'zim realni hozirgi kungacha mazza qilib o'ynayman. Nega? Chunki haqiqiy hayotda mashina qanaqa avariya bo'lsa, qanaqa повреждение bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunaqa bo'ladi do'stlar. Mana men nima deydi, zamedlenniy syomka qilishim mumkin. Zamedlenniy syomka qilib, mana qarang, zamedlenniy ketyapti hozir, vaqt. Hozir men avariya qilib ko'rsataman sizga, qarang. Qarang, mana bu biqiniga tumshug'iga uramiz, qarang. Voy, qanday ajoyib. Va shu holatda bizga 170-160 FPS beryapti. Yana tashqarilarda mashinalar ham yuribdi-da. Mana endi biz real masiga o'tkazamiz. Mana ko'ryapsizmi? Biz vid ichkaridan qilsagan bo'ladi. Mana ichkarilari nima bo'lib ketdi, lobovoylari sinib ketdi. Masalanda, yokida biz bundoq mashinaning tagiga qaraydigan bo'lsak, tagiga, kelinglar, mana bunaqa narsa qilib ko'rsataman sizlarga. Hop, mana qarang, hamma narsasi joyida-da. Hamma elementlari, mana podveska elementi, dvigatel elementlari va bular unda o'ynab keladi, mana ko'ryapsizmi? Xullas, juda ham zo'r o'yin va yomon natija ko'rsatmayapti. Hozir mana 190 ga chiqib ketdi FPS. Endi Battlefield 6 ga o'tamiz. Bu yerda bosh qahramon DLSS 4.5 yangi 6x multi-frame generation texnologiyasi bitta kadrdan 5 tasini chizib beryapti. Raqamlarga qarang. Oddiy rejimda 130 FPS chiqsa, DLSS bilan 400 dan oshib ketyapti. Ustiga ustak maksimum quality rejimida rasm nativdan ham tiniqroq ko'rinyapti.
Bunday janrda har bir millisekund muhim. Nvidia Reflex tufayli 400+ FPS da ham input lag deyarli sezilmayapti. Boshqaruv shunaqa tezlik bilan ishlayaptiki, xuddi notebook fikringizni o'qiyotgandek. Hech qanday frizlar yo'q, faqat toza va tez reaksiya. Pragmatada esa nurlar trassirovkasi global yoritish uchun ishlaydi. Portlashlar esa atrof muhitni real vaqt davomida yoritadi. Metal parchasi masalan sun'iy yorug'likda yaltirab turibdi va bularning barchasi ultra sozlamalarda portativ formatda. Super resolution texnologiyasi esa rasmni yaxlit qiladi. Har xil pirilashlar sodir bo'lmaydi. 007 First Light'da RTX ning magiyasi to'liq nur trassirovkasi orqali ochiladi. Mana bu quyosh yorug'ligiga qarang. U har bir yuzidan soyalar bilan birgalikda to'g'ri aks etyapti. Soyalar esa endi oddiy qora dog' emas, yumshoq chuqur gradientlar. RTX siz bo'lsa, o'yin o'zining yarm atmosferasini yo'qotadi. Bu notebookda GeForce RTX 5090 Full Laptop video kartasi o'rnatilgan va u bizga 3 ta asosiy narsani beradi. Birinchisi Nvidia DLSS 4.5. U sun'iy intellekt asosida ishlaydi. Shuning uchun ham unumdorlik maksimal, ham kartinka sifati yuqori darajada chiqadi. Ikkinchisi Nvidia Reflex. Input lag deyarli yo'q. Reaksiya esa chaqmoqdek tez. Raqobatli o'yinlarda bu ayniqsa muhim, chunki u yerda g'alaba va mag'lubiyat orasida ba'zan bir necha millisekundlar turadi. Uchinchisi Nvidia app sozlamalari va Game Ready driverlari. Yangi o'yinlar chiqishi bilan driverlar ham yangilanib turadi. Natijada hamma narsa silliq va barqaror ishlaydi. Hech qanday muammosiz. RTX va sun'iy intellekt texnologiyasi 800 dan ortiq o'yin va dasturlarda ishni tezlashtiradi. Va eng yangi DLSS 4.5 texnologiyasi esa 250 dan ortiq o'yin va dasturlarda qo'llab-quvvatlanadi. Ya'ni qaysi o'yinni ochma optimizatsiyaga tayyor bo'lib turadi. Men o'ylashim bo'yicha bu notebook nafaqat montajyorlarga, balki fotograflarga ham juda ham zo'r to'g'ri keladi. Chunki ular doimo dvijeniyada. Doimo u yoqdan bu yoqqa o'tadi, bu yoqdan u yoqqa o'tadi, lokatsiyasini o'zgartiradi va ularga PK uncha to'g'ri kelmasligi mumkin. Lekin PK ni kuchi kerak, to'g'rimi? Mana bu bizni Asusimiz esa juda ham kompakt. Mana bu meni oddiy sumkamga ham prosta easy peasy kirib ketyapti. Bu notebookda RTX video kartasi turgani tufayli mana bunaqa og'ir kreativ programmalar bor-ku, Adobe Premiere Pro, After Effects va Photoshoplar hammasi o'zining maksimumida ishlaydi. Bu degani o'sha kreativ odam bu notebookda o'zining ishini tezroq boshlab, tezroq tugatishga imkoniyati paydo bo'ladi. Hozirgi montaj programmalarida искусственный intellekt chiqib ketgani tufayli Nvidia RTX aynan ana shu искусственный intellektni ishini tezligini yanada oshirib beradi. Va shuning natijasida siz ko'proq vaqtingizni ekonom qilib qolishingiz mumkin. Montajni o'zining ichiga kiradigan bo'lsa agar, masalan, bu kompyuterning moshi shu darajada zapas bilan kelganki, siz juda ham yuqori sifatli videolarni montajini va vizual effektlar bilan ishlashingiz mumkin proksisiz. Eksport qilishni ham tezlashtirib beradi va har bitta jarayonda sizga plavniy ishni ta'minlab beradi. Shaxsan menda juda ham ko'p shunaqa holatlar bo'ladi. Masalan, montajni qilib olaman, terib olaman rolikni va eng yoqimsiz payti keladi render payti. Masalan, juda ham katta proyekt bo'lsa, "Oho, shuncha kuchim kerakmi? Ammo bu rolikni bugun zagruzka qilishim kerak edi" deb keyin o'sha ichim chidamaydi. Kompyuter yetarlicha darajada juda ham kuchli bo'lsa, o'sha eksport vaqtini ham sizga qisqartirib beradi va bu kuchli kompyuterlarning asosiy jihati deb hisoblanadi. Shuning uchun men bu kompyuterni grafik dizaynerlarga bemalol tavsiya eta olaman, chunki bu yerda o'rnatilgan Nvidia RTX video kartasi aynan o'sha искусственный intellekt, ya'ni sun'iy intellektni mana shu kreativ ilovalarda boya aytganimdek tezlashtirib beradi. Perigrev bo'lishiga keladigan bo'lsak, siz umuman xavotir olmasangiz bo'ladi, chunki bu yerda ikkita ventilyator o'rnatilgan. Men bu yerda ularni maxsus nomlarini yozib qo'yganman. Qaranglar. Birinchisi bu жидко металлический термоинтерфейс. Ikkinchisi bu испарительная kamera va uchinchisi bu grafitovoy plyonka va to'rtinchisi bu plyavoy filtrlari ham bor. Ovozga keladigan bo'lsak, bu notebookimizda 6 ta dinamika bor va ular nimalarni qo'llab-quvvatlaydi. Intellektualniy шумоподавление bor ekan. Undan tashqari bu yerda yozib qo'yganman Smart AMP интеллектуальное усиление va Dolby Atmos immersivniy звучаниясini ham qo'llab-quvvatlaydi. Eshitib ko'ramizmi? Balandroq qilaylik. Baslari ham bor. Достойно. Sizning zoom zvanoklaringiz uchun bu yerda infraqizil kamera bor, 1080p HD ni qo'llab-quvvatlaydigan.
Adapter pitaniyamiz bu yerda 250 wattlik do'stlar. Agarda siz bu notebookni oddiy USB Type-C orqali zaryadga qilaman desangiz, 100 watt kuch bilan zaryad oladi. Batareyasining ob'yomi esa 90 watt soat. Menga yoqgan tomonlaridan mana shu notebooklarni, imенно gaming notebooklarni siz notebookni zaryadga tiqib o'ynayotgan paytingizda batareya bu yerda umuman ishtirok etmaydi. Ya'ni bu notebook tokni to'g'ridan-to'g'ri simdan oladida, batareyani obxod qilib o'tadi. Shuni hisobiga batareyangizda sikl ketmaydi va uni joni ko'proqqa yetadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, do'stlar, bu notebookni $8000 ga sotib olish uchun odamning miyasida nima bo'lish kerak degan savol berishingiz mumkin va bu savolingizga meni javobim bor. Shunaqa odamlar bor do'stlar sotib oladigan. Chunki kimdir bu notebookni sotib olishda bunga investitsiya qilib qaraydi. Kimdir esa bu notebookni sotib oladi o'sha $8000 ga, ham o'yinlarda o'ziga kerak emotsiyani oladi, ham o'sha $8000 bunga tikib, bu notebook unga o'sha pulni 100 marta qaytarib beradigan odamlar borda. Bu notebookni $8000 ga nafaqat o'yinlar uchun sotib olishadi, balki neyro tarmoqlar uchun ham, ya'ni sun'iy intellekt uchun. Chunki bu yerdagi video karta boshida aytganimdek, Blackwell arxitekturasida qurilgan bo'lib, u o'sha искусственный intellekt ishlatish jarayonida 1824 TOPS производительность kuchini beradi. Bu degani siz sun'iy intellekt orqali kartinkalarni lokalni generatsiya qilishingiz mumkin va undan tashqari og'ir yuzikovoy modellar bilan ham to'g'ridan-to'g'ri notebookda foydalanishingiz mumkin. Kimdir esa o'zini o'sha xohishini qondirish uchun oladi. Kimdir esa prosta menda shu kompyuter bo'lsin, men shu krutoy deb ko'rinay deb oladi. Kimdirga esa bu notebook pul ishlaydi. Mana shunaqa. Va bu notebookni siz Note.uz saytidan xarid qilishingiz mumkin. Notebookga silka va o'yin bandliga silkasini ham havolada qoldiraman. Agarda siz bironta notebookni Nvidia GeForce RTX 5070 video kartasidan balandrog'ini sotib oladigan bo'lsangiz, to 007 o'yini sizga sovg'a sifatida beriladi. Undan tashqari siz agar mana shu notebookni sotib olsangiz, sizga maxsus garantiya beriladi ekan. Ya'ni, обычно ishlab chiqaruvchi qoplamaydigan garantiyali holatlar bor-ku, masalan, siz notebookni tushirib yubordingiz yoki ustiga suv, kofe to'kilib ketdi. Mana shunaqa holatlarini ham Asus Perfect Warranty sizga to'g'rilab beradi bepulga. Ya'ni remontini, obslujniyasini bepulga qilib beradi. Mana shuni ham inobatga olib qo'ying. Muhimi, bu garantiyani olish uchun bu notebookni sotib olganingizdan keyin 90 kun ichida saytida registratsiyadan o'tib qo'yishingiz kerak. Bizda bugungi shu, o'ylaymanki sizga bu video yoqdi do'stlar va o'zingizning fikrlaringizni ushbu notebook bo'yicha havolada qoldirib keting. Sizlar bilan Timur Xatamov, aka Teamline, keyingi rolikda ko'rishguncha.